Qo'shni Doniyorjonga yangisi. Alo. Ulaştırma. Doniyorjon yaxshimisiz bolam? Alo. Uğraşlar. Ha bizga anu qayindomla beruvdi nomeringizni, Damas kerak edi. 7 buloqqa tashlab qo'yish kerak edi. Ha. Ye, men bugun davlatda ishlaydim u. Qatdan tashlash kerak. Ha mana 35-maktabda oldidan. Hozir qayinjonim chiqyapti. O'shanga bir telefon qilaylikchi deb telefon qilayotgan joyimiz. Ha, men bugun men dedim davlatda ishga kirib olganimda hozir birorta damaschining nomerini yozib olamiz sizga. Ha mayli bolam, o'zingiz qayerda edingiz? Men davlatda ishlaydim-da bugun davlatda ishida 3 kundan beri qorovulchilik ishlaydim. Ha, o'zingizni vaqtingiz yo'qmi? Shunday tashlab qo'yadi, biz pulini berardik. Yo'q, vaqtim men davlatda ishidaman-da, qorovulchilikdaman, kirgilikda qorovulchilikdaman. Menda. Hozir birorta Damas'ning nomerini tashlab yuborasizmi bo'lmasa bolam? Ha, sizga hozir bitta Damas, sizning nomeringizni Damaschiga beraman, telefon qilishadi. Yo'q, biz sizga tashlab qo'yaman Damas nomerini. Damas'ni tashlab yuboring, hozir telefonim o'chib qoladi bolam. Xo'p. Qanchada tashlaysiz? Hozir mana siz qo'yishingiz bilan tashlayman. O'zingiz vaqtingiz yo'qmi? Yo'q, mani vaqtim yo'qda, men qorovulchilikdaman, tashlab ketolmayman-da, 4 joyman. Siz ham Damas minasiz, ham qorovulchilik qilasizmi bolam? Ha, 3 kundan beri qorovulchilik qilaman. Ha, oylik yaxshimi bu yerda? Xudoga shukr, yaxshi. Bir pensionerlarga ham hech yo'qmi bolam? Yo'q, pensionerlarga yo'q. Ha, o'zingiz ham pensiyadasiz-ku. Yo'q, biz yoshmiz-ku. Ha, to'ymagan qoningiz qursin bolam, ishga chiqib olibsiz-da bo'lmasa, o'zi pensiyada deyishadi-yu sizni. O'sha. Soqol. Voy, maqta. Ha, tushdingmi? Internetda yulduz bo'lasan, Damaschilarga tashlab qo'yamiz, Damaschilarga. Prankni yangisi-da bu bobo. Damaschilar tashlaylar akalar.